Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda maqolalarni yozishni o'rganamiz. O'zbek YouTube'ida, o'zbek saytlarida, forumlariga kirganimda man maqola yozish haqida ma'lumotni juda kam topdim va lekin rus tilida yoki ingliz tilida maqola yozish bo'yicha manbalar juda ko'p ekan. Shundan kelib chiqqan holda man o'zbek tilida qanday qilib maqola yozish tushib qoldim va hozirgi paytda 5 taga yaqin maqola yozdim va sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Qanday qilib maqola yozsa bo'ladi? Bu qiyinmi, osonmi va hokazo. Hammasini hozir ko'rib chiqamiz. Tezgina bir 5-7 minut vaqtimiz ketsa kerak, Xudo xolisa. Maqolani qanaqa qilib yozamiz? Birinchidan, maqola uchun bizga faqatgina bo'sh vaqt kerak bo'ladi, kalla kerak bo'ladi, конечно же, internet kerak bo'ladi va qiziquvchanlik, intilish kerak bo'ladi. Buni maqolani biz osongina 10 kunda yozib tashlashimiz mumkin. Ketdik. Maqola qanday tuziladi? Maqolani hozirgi paytda struktura, ya'ni tuzilish bo'yicha so'rashligi mumkin. Bu agar davlatlararo qanaqadir forumlar, jurnallar bo'lsa, ular IMRAT tuzilishi bo'yicha so'rashligi mumkin yoki farqi yo'q. Qanaqa tuzilishda bo'lsa ham beraveringlar. Asosiysi unda annotatsiya, introduction va hokazolar bo'lsa bo'ldi deb so'raydigan jurnallar ham bor. Ketdik. IMRAT tuzilishi. IMRAT o'zi nima? IMRAT bu bosh harfini qisqartmalari, ya'ni abbreviatura. Unda I bu introduction da, ikkinchisi bu M bu method, R result, and keyin discussion. Ya'ni abstract deganini nimaga qo'ydim? Abstract bu hamma maqolada 100% kelishi kerak bo'lgan narsa. Abstract ya'ni annotatsiya. Bunda biz nima haqida, nega yozyapmiz, nimadan kelib chiqib yozyapmiz, nimaga bu narsa qiziq yozishimiz uchun-da, nimaga bu narsa kerak bo'ladi degan savollarga ozgina javob berib ketamiz. Va annotatsiyani o'zida bizda keyword, ya'ni ключевые слова degan joyi bor, ya'ni muhim so'zlar. Muhim so'zlarni yozib, mana shu bizni maqolamizda uchraydigan so'zlarni yozib ketamiz. Ikkinchisi, kirish. Kirishda biz nima beramiz? Kirishda biz nega bu maqolani yozyapmiz, qanaqa ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, ya'ni men o'zim doktorman va meni sohamda eng kerakli ma'lumotlar, eng ko'p ma'lumotlar bu aytaylik, sog'liqni saqlash, ya'ni Всемирная organizatsiya здравоохранения o'shalardan ma'lumotni olib biz berishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi paytda qandli diabet bilan kasallanish soni dunyo bo'yicha 10% ga yetdi. Buni bizga dunyo sog'liqni saqlash nima beryapti, ma'lumotini beryapti. Mana uni nimasi unga havola, ya'ni o'tab shuni ko'rsanglar bo'ladi deb berib ketsak bo'ladi. Bunda biz nega buni yozyapmiz, nimaga bu narsa qiziq va nimadan kelib chiqib, qanaqa ma'lumotlarga kelib chiqib bu narsani yozishni boshladik degan savollarga javob bersak, bu kirishimiz bo'ladi. Keyingisi metod. Ya'ni usullar, asosiy axborotni biz mana shu yerda berishimiz kerak. Ya'ni aytaylik, bizni maqolamiz qandli diabet to'g'risida bo'lsa, bu joyda biz qandli diabet to'g'risida yig'ilgan barcha ma'lumotimizni yoritib berishimiz shart. Qisqa, lo'nda, keraksiz so'zlarsiz va hokazo. Faqatgina kerakli ma'lumotni o'sha maqolalardan olgan holda yozamiz. Keyingisi result, ya'ni natija. Ya'ni bu yozgan maqolamiz nimaga olib keldi? Ya'ni natijalari nima? Ya'ni nima beryapmiz biz bu maqolani yozib? Faqatgina havas uchun yozdikmi yoki bu maqola qandaydir foyda olib kelyaptimi degan savollarga javob berishimiz shart. Keyingisi bu natija edi. Keyingisi xulosa, muhokama. Ya'ni muhokama, xulosada biz qisqa lo'nda bizni rezultatimizni aytib ketishimiz mumkin. Ya'ni mana shundan kelib chiqqan holda, mana shunaqa degan holda O'zbekistonda aytaylik qandli diabet kasallarini sonini kamaytirish uchun biz mana shunday narsalarni qilsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi deb ketishimiz mumkin xulosada. Bo'ldi. Keyin endi o'tamiz. Har bittasini biz to'liqroq gaplashib chiqamiz. Nimadan boshlash kerak? Birinchisi bor, eng muhimi bu mavzu tanlash. Ya'ni biz mavzu tanlamasdan, birinchisi mavzu tanlash. Mavzu tanlamagan holda maqolani yozish bu xato.
Bu to'g'ri emas. Ya'ni birinchi mavzu tanlaymiz. Ya'ni sizni sohangiz etikli, eee, aytaylik nima bo'lsa, davolash bo'lsa, bemorlar bilan ishlashda bunda biz aytaylik qandli diabet yoki yurak xurujlari, infarktlar, insultlar yoki qandaydir xirurgik kasalliklar o'shalarni olib chiqsak bo'ladi mavzu sifatida va mavzuyimiz aniq bo'lgandan keyin biz mavzuyimizga ma'lumot yig'ishimiz kerak. Ya'ni ma'lumotni biz qayerdan olamiz? O'zi maqolalar ikkiga bo'linadi. Birinchisi sharh maqolalari, ya'ni biz literaturani olamiz, manbalarni olamiz, adabiyotlarni olamiz, eee, va ularni sharh qilamiz. Ya'ni 10 ta qandli diabet haqida maqola olib, ulardan kerakli muhim joylarini kesib olib, yig'ib olib, biz uni bir maqolaga yig'sak bo'ladi. Mana mana shu sharh maqolalari deyiladi. Ya'ni biz unda 10 ta maqolada nima kelganini, eng dayjest deydi-yu, shunaqa eng muhim joylarini berib chiqamiz. Lekin tadqiqot maqolalari ham bor. Tadqiqot maqolalarida biz o'zimiz izlanib, bir narsani ustida ishlab, aytaylik xirurg bo'lsangiz, 10 ta bemoringizni operatsiya qilib, o'sha 10 ta bemor haqida qanday edi va qanday bo'ldi degan xulosa qilib yozishimiz mumkin. Unda bizga boshqa aytaylik adabiyotlardan foydalanishimiz shart emas. Biz o'zimiz adabiyot sifatida kelamiz bu yerda va mavzuyimizni tanladik. Sharh yoki tadqiqot, maqolasini yozishni ham tanladik aytaylik va biz adabiyotlarni qayerdan olamiz? Adabiyotlarni biz endi men ko'proq meditsina bo'lganim uchun meditsina sohasidagi nimalarni beraman, havolalarni beraman. Bu PubMed, Kiberlearning. PubMedda ingliz tilida juda ko'p maqolalar bor. Любой temaga, har xil temaga topsa bo'ladi. Kiberlearning, eee, Eruditor, Scholar, Google и Medspace. Mana shulardan topsangiz bo'ladi. Bemalol o'tib qarasangiz bo'ladi va shu yerda aytib ketaman. Ya'ni maqolalarni hozirgi paytda ChatGPTga yoki Grokga, Big Dipperga yozib, mana shu mavzu bo'yicha menga 10 ta maqola topib ber desangiz, sizga eng zo'r maqolalarni topib berishi ham mumkin. Bu saytlarga kirmagan holda ham qidirib o'tirmasdan faqatgina ChatGPT, AIga yozib bemalol topsangiz bo'ladi. Keyingisi. Keyingi joyimiz bu material yig'ish. Ya'ni biz aytaylik 10 ta 15 ta maqola topdik. Maqolani topib olgandan keyin uni o'qiymiz. O'qiymiz va har bitta maqolada bizni mavzuyimizga yaqin joyini kesib olib, u maqolaga havola qoldirib ketamiz. Ya'ni bu ma'lumotni biz qayerdan oldik degan joyda. Mana, masalan, men bu yerda yozib ketganman. Ya'ni biz oldik ma'lumotni, qandli diabet haqida nimadir deb oldik va o'shani pastiga bu James maqolasi 2025-yilda yozilgan, mana shunaqa avtorlar bilan birga deb qoldirib ketishimiz shart. Ya'ni bu bizga keyinchalik maqolani yig'ayotganimizda juda katta yordam beradi. Keyingisi material yig'ish tushundik. Ya'ni 10 ta 15 ta maqola olamiz. Ularni har bittasini o'qiymiz. O'qiyotganimizda bizga keraklik bo'lgan joylarini kesib olib, unga havola tashib ketamiz. Ya'ni qayerdan oldik, u nimaga tayangan va u qayerdan olgan bu statistikani degan joyga, joylarini tashab ketishimiz shart. Keyingisi, maqolani yig'amiz. Ya'ni biz 10 ta 15 ta maqolani ko'rib chiqdik. Ulardan kerakli joylarini kesib oldik. Har bitta kesib olgan joyimizga havola tashab ketdik. Ya'ni uni qayerdan oldi? Bu bo'sh so'zlar emasmi degan joylariga javob berish uchun ularga havola tashab ketamiz. Ya'ni qayerdan olganimiz haqida. Keyin maqolani yig'ishga o'tamiz. Maqolani yig'yapmiz, boshida annotatsiya bo'ladi. Men aytganimdek, mana annotatsiyada bizada kalit so'zlari bor va annotatsiya bor. Ya'ni bu yerda biz nima haqida yozyapmiz? U o'zi nima? Nega u kerak? Qanaqa metodlar ishlatamiz biz bu yozayotganimizda degan joylarga javob berib ketishimiz mumkin va kalit so'zlarida esa biz maqolamizda juda ko'p uchlaydigan so'zlarni yozib ketamiz. Ya'ni bu qandli diabet bo'lsa, biz qandli diabet 2, giperglikemiya, insulin va hokazo so'zlarni ishlatib ketishimiz mumkin. Keyingisi kirish qismi. Maqola haqida boshlang'ich ma'lumotni beramiz. Nima haqida yozyapmiz? Nega bu muhim? Qaysi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda buni muhim deb o'ylayapmiz degan savollarga javob berib ketishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi materiallar. Ya'ni biz bu yerda o'sha 10-15 ta yig'ib olgan maqolamizdan olgan ma'lumotlarimizni struktura
qilib, ya'ni ketma-ketligini to'g'irlab, ya'ni boshida davolash, oxirida esa metodli bo'lishi mumkin emas. Ya'ni boshida metodli nima qildik?